Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo darslarimizni davom etsin. Barchalarimizni mana bu davom etayotgan darslarimizdan foydalantirsin. Mana bu oyat va hadislar, shar'iy ahkomlar, masalalar, mana bular hammasi Alloh subhanahu va taoloning qonun va qoidalari. Insoniyat olamini baxtli va saodatli bo'lishligini ta'minlashlik uchun nozil qilingan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana bu Alloh va Rasulining qonunlariga amal qilib yashab o'tishligimizga o'zi muvaffaq qilsin. Muhtaram jamoat, bugungi mavzumizda inshaalloh ba'zi bir fiqhiy masalalar haqida to'xtalib o'tamiz. Bu fiqhiy masalalar ikki bobdan iborat. Biri emizishlik bobi. Emizishlik, ya'ni bir ayol boshqa birovni farzandini emizib qo'ysa, qanday sabab bilan bo'lishidan qat'iy nazar, endi bundan keyingi hayot qanday kechadi? O'sha emgan bola, emizgan ayol, emizgan ayolning kuyovi, emizgan ayolning farzandlari, bularga tegishli masalalar, hukmlar nimalardan iborat? Mana shu masalalar haqida qisman Alloh subhanahu va taolo bildirganicha, qodir qilganicha to'xtalib bir suhbat qilishlikka harakat qilamiz. Ikkinchi bobimiz halona. Halona degani o'sha balog'atga yetmagan bolalarni o'zini qaramog'iga olishlik. Masalan, er xotin ajrashib ketdi. Alloh asrasin. Taqdirning taqozosi bilan bir oila buzildi. Eri xotinini talog'ini berdi. O'rtada farzandlar bor edi. Mana bu farzandlarning masalasi qanday bo'ladi? Mana bu farzandlarni kim qaramog'iga olishligi kerak? Mana bu farzandlar haqida kimlar mas'ul? Mana shular haqida qisqacha bir suhbatlashib o'tishga harakat qilamiz. Men bugungi suhbatimizga, bugungi mavzuyimizga mana bu masalalarni tanlashligim hafta mobaynida ushbu masalalar haqida juda ko'p savollar bo'ldi. Biz savol egalariga javob aytdik-ku, ammo bu masalalar hayotda juda muhim masalalar bo'lganligi uchun ko'pchilik odamlar bundan xabarsiz o'tayotganliklari uchun albatta bu ayanchli holat. Ko'pchilikka ma'lumot bo'lib qolishligi uchun ushbu mavzularni tanladik. Birinchi bobimiz demak ar-razo, razoat, emizishlik bobi. Ulamolarimiz aytadilar, emizishlik 2 yoshga yetmagan, 2 yasharga yetmagan chaqaloq begona bir ayolni, boshqa bir ayolni emadigan bo'lsa, keyin o'sha ayolning ko'kragidagi sut aytishadiki, tuqqandan keyin kelgan bo'lishligi kerak deydi. Shu sutni
shu ko'hrakdan shu oziqlanadigan bo'lsa, mana shu bilan emizishlik degan narsa hosil bo'ladi. O'sha chaqaloq shu ayolga mahram bo'ladi. Shu ayolga farzand bo'lib qoladi. Ayolning kuyoviga farzand bo'ladi. Shu ayolni tuqqan farzandlariga uka bo'lib qoladi. Yoki ichib olgan bo'lsa, o'sha sutni. Odatda ba'zi holatlarda, ba'zi ayollarda, ya'ni farzandlagandan keyin sut ko'hrakka ko'p keladi. Buni bola emib ulgurmaydi. Mana bu sut ko'hrakda ko'paygandan keyin ko'hrakka ozor berishni boshlaydi. Shunda ba'zi ayollar shu ko'hrakdagi sutni sag'ib tashlaydi. Shuni stakanga yo chiniga, pelaga quyib qo'ygan bo'lsa, shu sutni boshqa birovning bolasi agar emib ichib oladigan bo'lsa, o'sha bola shu ayolga farzand hisoblanadi. Ba'zi ulamolar aytadi, jumladan bizi mazhab ulamolarimiz, mana biz ya'ni ko'hrakdagi sut tuqqandan keyin ko'hrakka kelgan bo'lishi kerak, shu sutni emish kerak deyapmiz-ku. Ba'zi ulamolar yo tuqqan bo'lishi shart emas deydi. Masalan, bir umuman tug'maydigan ayol yoki umuman erga tegmagan bir bokira qiz deylik, birovning bolasini olib shunga ko'hrak solib ko'rdi og'ziga. Haligi bola emdi. Emgandan keyin emganda shu ayol shu bokira bo'lsin, ko'hragidan sutmi yoki bir boshqa bir suyuqligimi kelsa, bizning mazhab ulamolar aytadi, shu bilan ham mahramlik bo'lib qoladi deydi. Ba'zi ulamolar yo'q. U sut bilan mahramlik bo'lmaydi, balki tuqqandan keyingi kelgan sut bilan mahramlik bo'ladi deydi. Biz ulamolar tuqqan bo'lishi shart emas deyshadi. Xo'p, demak bir notanish odamni farzandi 2 yoshga yetmagan bo'lishlik sharti bilan notanish odamni farzandi siz ayolingizni emadigan bo'lsa, ya'ni emizadigan bo'lsa, o'sha farzand bizga farzand bo'lib qoladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ummahatukumul-lati ardo'nakum va akhawatukum minar-rido'a dedi. Mahramlarni bayon qilyapti. Mana bu sizga mahram bo'ladi, falonchi sizga mahram bo'ladi, pistonchi sizga mahram bo'ladi deb turib, va emizgan ayollar ham sizlarga ona bo'ladi, sizlarga mahram bo'ladi deyapti. Va akhawatukum minar-rido'a, o'sha sizlarni emizgan ayolni farzandlari sizga aka-uka bo'ladi, opa-singil bo'ladi. Ya'ni mahram bo'lib qoladi deyshadi. Imom Azam rahmatullohi alayhi aytadi, 2,5 yashar bo'lishligi kerak deydi. 2,5 yashardan tepasi agar biz imomimizning so'ziga binoan 2,5 yashardan tepasi agar shunaqa emadigan bo'lsa, mahramlik hosil bo'lmaydi. Aksar ulamolarning so'zi 2 yashardan tepasi agar emadigan bo'lsa, mahramlik hosil bo'lmaydi deydi. Demak, bolani umri cheklanibdi. Ko'pchilik ahli ilmlarda so'ziga binoan 2 yasharga yetmagan bola qaysi ayolni begona, qaysi ayolni emadigan bo'lsa, o'sha ayolga farzand hisoblanadi. Endi bir kichkina bir savol. U oldin ham shunaqa savol bo'lgan. Modomiki biz emizishlik bobida suhbat qilyapmiz ekan, emizishlik mahram qilib qo'yar ekan. Bir kishi qizishib ketib xotinini emib qo'ysa nima bo'ladi? Borana 1-2 tomchi sut ham ketib qoldi. Nima bo'ladi endi hukm? So'rab keldi deylik, domla uzr, aybga buyurmaysiz-ku.
shunaqa ish bo'lib qoldi. Kechasi emib qo'yibman. Ha? Nima bo'ladi? Yo, bo'ldi, siz xotiningizga eng katta bir o'g'il bo'lib qoldingiz. Nikoh buziladi deymizmi? Yo, hech narsa bo'lmaydi, oshilsin deymizmi? Kim javob aytadi? Ha. Ya'ni emib qo'ysa hech narsa bo'lmaydi. Sababi 2 yoshlargacha bo'lishligi kerak. Buni ham bir masala deb aytib qo'ydikda, odamlar orasida bor ekan shunaqa holatlar ham bo'lar ekan. Shuning uchun biz emish orsin demaymiz-ku. Mabodo shunaqa ko'p qoladigan bo'lsa, donolardan so'rab kelmasin. Javobi shu, mahram bo'lmaydi. Xo'p. Mana shu mahramlik hosil bo'lib qoladigan, ya'ni sutning miqdori qancha bo'lishi kerak? Bu ham mazhablar aro ixtilofli masala. Miqdori qancha bo'lishligi kerak? Biz ulamolar aytadi, ozi ham, ko'pi ham mahram qilib qo'yadi deydi. Oshqozonga, chaqaloqni oshqozoniga ayol kishining ko'hragidan bir tomchi sut tushsa ham, 5 ho'plam sut tushsa ham mahram bo'ladi. Ba'zi ulamolar aytadi, yo'q deydi. 5 marta damalib emgan bo'lishligi kerak deydi. 5 marta bir marta emib, nafas olib yoki boshqa ko'hragiga ko'chib emsa 2 marta emgan bo'ladi. Ashuna bo'lib, o'rtada tanaffus bilan emgan bo'lishligi kerak deydi. Bizning mazhab ulamolari emsa ozgina sut chiqsa ham, o'sha sut oshqozoniga tushsa yoki sut chiqmasdan, masalan, bokira qizlar bir hazillashib emizib ko'raydi deb emizib ko'radigan bo'lsa, sut emas, boshqa biron bir suyuqligi chiqsa ham, bizning mazhab ulamolari o'sha bola unga mahram bo'lib qoladi deyshadi. Mana bu bizning mazhabda nimalar. Biz buni nima uchun aytyapmiz? Mana bu narsaga bizi mintaqadagi, bizi jamiyatdagi ko'pchilik ayollar e'tibor bermaydi. Bittasining bolasi bir ma'rakada yo bir yerda o'tirishgan bo'lsa, bittasining bolasi yig'lab qolsa, ikkinchisini emizib yuboraveradi. Biz shundan e'tibor, emizmasin demayapmiz. Mabodo emib qo'yadigan bo'lsa yoki tug'ruqxonalarda ba'zi ayollar agar jijilaydigan bo'lsa, ulardan sut kelmaydi. 2 kun, 3 kun haligi sut kelayotgan ayollarga haligi mesestr ayollar olib kelib berishadi. Mana emizib beringlar deb. Biz emizishmasin demayapmiz. Lekin biz maqsadimiz biz bilaylik. Birovlarni, ya'ni bizi ayolimiz kimlarni emizyapti? Kimlarni farzandini emizyapti? Kimlarni farzandi bizga farzand bo'lib qolyapti? Farzandlarimizga aka, uka, opa, singil bo'lib qolyapti. Shuni bilishligimiz kerak. Bilmasdan u qizni agar emgan chaqaloq qiz bola bo'lsa, o'g'limizga kelin qilib olmaylik. Nikoh botil bo'ladi, buziladi nikoh. U singisini olib bergan bo'lib qolamiz. Agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, bilmasdan qizimizni berib qo'ymaylik. O'zini akasiga berib qo'ygan bo'lamiz. Unda ham nikoh buziladi. Yoki farzandlar nogiron shunaqa bir holatlar bo'lishligi mumkin ekan. Yana bizi voqelikda shunday narsalar bor. Masalan, yillar mobaynida farzand ko'rmagan oilalar uyiga yangi bir chaqaloq olib kelishadi. Boshqa biron chaqaloqni olib keladi-da, mana shu chaqaloq yo tug'ruqxonadan oladi, yo bir tanigan yo tanimagan kimlardandir olib keladi. Olib kelgandan keyin haligi chaqaloqni
molni suti bilan, echkini suti bilan, magazinni suti bilan, qasha bilan, boshqa narsalar bilan kattaytiradi. Haligi bola kattayib boyaga yetgandan keyin o'sha baqib katta qilgan ayoliga nomahram bo'ladi. Biz mashinaga holatlarga tushib qolmaylik deyapmiz. Biz farzand baho olmasin demayapmiz. Agar shunday farzand baho oladigan bo'lsa, darrov ko'hrak solsin. Ko'hrak solsin o'sha chaqaloqqa. Agar ko'hragidan sut chiqmasa ham, boshqa biron bir qultum bir suyuqlik chiqsa ham, bizni mazhab ulamolar aytayapti, shu farzand bo'lib qoladi deyapti. Mahram bo'lib qoladi deyapti. Agar o'zidan hech narsa chiqmaydigan bo'lsa, onasiga olib borsin, qaynasiga olib borsin, sinilariga, opalariga bersin, bir emizish bersin. Yoki kuyovini opa sinilariga bersin, bir emizish bersin. Doimki shu chaqaloq mahram bo'lib qolsin o'shalarga. Aks holda nomahram bo'lib katta bo'ladi. O'zini farzandlari qatori bo'lmaydi. 10 yil farzand ko'rmadi. 9 yoki 8-yillar masalan deylik bir farzand baqishib olgan edi. Haligi farzand katta bo'ldi. 10 yildan keyin deylik, haligilarga Alloh subhanahu va taolo farzand berdi. O'zlari ko'payib ketdi. O'sha baqib katta qilgan haligi farzand mana bu o'zini aka-ukalariga nomahram bo'lib qoladi. Mana bu nuqtalarga e'tibor berishligimiz kerak. Demak, bir chaqaloq bir onani, bir ayolni emadigan bo'lsa, o'sha oilaga farzand bo'ladi. U ayol ona bo'ladi. U ayolning kuyovi ota bo'ladi. U ayolning farzandlari o'sha chaqaloqqa aka bo'ladi, opa bo'ladi. Ayolning opa sinilari bu bolaga xola bo'ladi. Aka-ukalari u bolaga tog'a bo'ladi. Kuyovini akalari, ukalari u chaqaloqqa amaki bo'ladi. Opa sinilari amma bo'ladi. Shu o'zimizni farzandlarimiz qatori bo'ladi. Ammo mutlaqo emas. Hukm aksar o'rinlarda tuqqan va emizib katta qilgan farzandlaridan ko'ra mana bu katta qilgan farzandi, emizib katta qilgan farzandi masalasi boshqacharoq, darajasi bir xil emas. Ulamolar aytadi, o'sha farzand, ya'ni emib katta bo'lgan farzand yoki bir marta bo'lsa ham emizib qo'ygan o'sha farzand, birodar farzandi, o'sha emgan ayol, begona ayol hisoblanmaydi. U ayolga ham, emizgan ayolga ham, agarchi u emgan chaqaloq umuman boshqa millatda odam bo'lsin, boshqa bir borani qora tanli, chachi jumbali bola bo'lsin, mabodo biz ayollarimizdan bittasi emizadigan bo'lsa, o'sha bola bizga farzand bo'lib hisoblanadi. Ibahatun nazar mumkin. Ibahatun nazar, ya'ni bizni farzandlarimiz onasini masalan ba'zi avrat yerlariga qarashligi mumkin. Sochiga, yuziga, bo'yinlariga, bilaklariga, boldirlariga. Uyda odatda onalarimiz, ayollarimiz, farzandlarimiz oldida yurgandek, u emizgan bolani oldida ham yuraveradi. Xilvat joiz. Ikkovlari bir yerda, bir xonada tunasa joiz. Chunki emgan farzandi. Safar qilishlik birgalashib joiz. Nikoh mumkin emas. U emizgan ayolning o'ziga ham, emizgan ayolning bu ikki farzandlariga ham mumkin emas.
Allohu a'lam, biz esimizda qo'ygani shu. Ammo boshqa masalalar farqli bo'ladi. Meros olmaydi. Emgan bola meros olmaydi. Mana bu farzandlarimdan bir xilda bo'lib, farzandlari kabi merosning umuman ulushi yo'q uni. Nafaqa vojib emas. Bir paytlar seni ayoling emizgan ekan meni o'g'limni. Senlar ham ota-ona ekansan. Endi buni nafaqasini to'lashasan deb nafaqa vojib emas. Vali bo'lmaydi. O'sha emgan chaqaloq agar qiz bo'lib voyaga yetadigan bo'lsa, sovchi, ya'ni emizgan ota-onasiga kelmaydi, balki tuqqan ota-onasiga boradi. Allohu a'lam. Ikkinchi bobimiz xazona. Ya'ni farzandi balog'atga yetmagan farzandlar haqida, bunda ham balog'atga yetmagan farzandlar haqida so'z ketadi. Xazona, shu farzandlarni qaramog'iga olishlik. Allohning taqdirini taqozosi bilan oila buzildi. Ajrashib ketdi er xotin, ammo o'rtada farzandlar bor edi. Mana shu farzandlarga kim haqlik? Mana shu farzandlarga kim haqlik? Ulamolar aytadi, birinchi bo'lib onasi haqli deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir ayol keldi. Ey Rasululloh, mana bu meni o'g'lim dedi. 9 oy qornimda ko'tardim dedi. Ko'hragim bilan boqdim, quchog'imda katta qildim. Endi otasi mendan olmoqchi dedi. Deganlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen bolangga o'zing haqlisan dedilar. Modomiki boshqasiga turmushga chiqib ketmas ekansan. Demak, ajrashadigan bo'lsa, iddadan keyin ayol bollarni olib uyiga ketaveradi. Ammo farzandlarni holidan ota xabar oladi. Oldin qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi o'shunday maktabga borayotgan bo'lsa, maktabini davom ettirishadi. Bog'chaga borayotgan bo'lsa, bog'chasini davom ettiradi. Yedirayotgan, ichirayotgan, kiyintirayotgan, issiq sog'lig'ini ta'minlayotgan bo'lishligi kerak ota. Bu otaning ustidagi javobgarlik. Alloh subhanahu va taoloning huzurida javob beradi shu nafaqasi haqida. Xo'p. Otachi, ota qachon haqli bo'ladi o'sha farzandga? Mana shu narsani tartib bilan bizi shariatimiz belgilab bergan. Ya'ni qachon kimlar farzandga haqli bo'lishadi? Ona haqli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen haqlisan farzandingga dedilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ular mana shunday fatvo berardilar. Shunaqa mojaro bo'lsa, ota farzandini olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, onani foydasiga, ya'ni onaga hal qilib berishardi. Onani haqqi deb onaga hukm chiqarishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham sen bolangga haqlisan, agar erga tegib ketmasen dedilar. Agar erga tegib ketadigan bo'lsa ona, unda farzandlarga ega bo'lishlik haq-huquqidan mahrum bo'ladi. U boshqa ikkinchi kuyovni xonadonida turmush kechiradi endi. Ikkinchi kuyovni bilan farzandlik bo'ladi ular. Ikkinchi kuyovi bolalaringni olib kelmaysan deyishlikka haqqi bor. Lekin bola kimda qoladi? Bola o'sha chaqaloq bilan mashg'ul bo'la oladigan, chaqaloq bilan shug'ullana oladigan, mehribonroq, rahmdilroq navbatdagi bu onani onasi. Ya'ni ona tomondagi
katta buvasida qoladi farzand. Ammo ota nafaqani davom ettiraveradi. Mana endi ona turmushga chiqib ketdi. Farzandlar katta buvada qoldi. Katta buva olamdan o'tdi. Endi farzandga kim haqli? Navbatdagi odam kim? Navbatdagi odam mana endi ota bo'ladi. Mana endi otani haqqi bor o'z farzandlarni o'zini uyida olib o'tirib, yedirib, ichirib, tarbiya qilib katta qilishlikka. Mana bu otaga o'tgandan keyin bo'ldi. Endi ona tomonga qaytmaydi farzand. Otadan keyin otani onasi, otani onasi qaraydi. Otani otasi qaraydi. Keyin masalan amakilariga o'tadi. Agar bular ham o'lib yo'qib ketadigan bo'lsa, ammalariga o'tadi. Keyin xolalariga ham o'tadi. Mana shunday bo'lib farzand. Biz shu yergacha cheklanamiz. Ya'ni birinchi bo'lib farzandlarga ona haqlik, keyin onani onasi haqlik, onani onasidan keyin ota haqli bo'ladi. Otadan keyin ota tomon haqli bo'ladi. Farzand kim haqli bo'lsa, o'shini xonadonida ulg'ayib o'sib, ta'lim tarbiya olib katta bo'ladi. Ammo farzandlar qayerda bo'lishligidan qat'iy nazar, ota farzandlarni nafaqasi, ro'zgori bo'yicha girdikapalik bo'lib shug'ullanadi. Bizning shariatimiz mana bu farzandlarni, ya'ni islom ummatini, kelajak musulmonlarni, kelajak ummatlarni zoya qo'ymadi. Islomga amal qilib yashayotgan xonadonlarda agar ajrashishlik bo'lgan bo'lsa, mana bunaqa muammolar yo'q. Ammo islomni tushunmay, islomga amal qilmay, islomning hukmlariga amal qilmay yurgan xonadonlarda farzandlarga o'ta javr bo'lib ketadi. Farzandlar sarson bo'ladi. Tabiiy ona bilan ketadi. Ota xabar olmaydi. Ammo ona otadagi ularga nafaqa qila olmaydi. Ishlab yaxshi topa olmaydi. Onani ota-onasi yoshi ulg'ayib qo'ygan, umumiy bir holatda yoshi ulg'ayib qo'ygan, oyda oladigan hukumat nafaqasiga kifoyalanishgan. Aka-ukalari o'zlari ovora. Haligi ayol bozorga chiqadi, bo'sha qiladi, farzandlar o'rtada sarson. Ko'pchiligi ta'lim tarbiyasiz qolgan. Maktablari yaxshi o'qigan emas. Islomiy, diniy, dunyoviy tarbiyalar, ta'limlar yo'q. Bizning shariatimiz mana bu narsaga qarshi chiqadi. Shuni oldini oladi. Otani tark qildirtirib qo'ymaydi. Zoya qildirtirib, unutirtirib qo'ymaydi. 4-5 ta bola bilan xotinni haydab, yallama yorim qilib, ya'ni boshqasiga uylanib, o'shima yashab ketishligiga ruxsat bermaydi. Yashasang yashar boshqaga uylanib, ammo farzandlaring zoya qilma. Farzandlar seni farzandlaring. Alloh subhanahu va taolo huzurida albatta so'ralasan. Farzandlarning nafaqasi haqida, ta'lim tarbiyasi haqida ota albatta so'raladi. Bunda hech qanday shak shubha yo'q. Oila buzilgan bo'lsa, bolalarni otasi, onasini uni talog'ini bergan bo'lsa, haydagan bo'lsa, ammo farzandlar farzand bo'lib qoladi. Xo'p. Endi mana farzandlarga kim haqli bo'lishligi haqida qisman aytib o'tdik. Endi shular doim haqli bo'ladimi? Qachon navbati kelsa shunga haqli bo'ladimi? Yoki haqli bo'lmay qolishligi mumkinmi? Mana shu haqdan ham mahrum bo'lib qolishliklari mumkinmi? Mana bu yerda ulamolar aytadi, ha, mumkin. Agar ota fosiq bo'ladigan bo'lsa, farzand berilmaydi otaga. O'zi musulmon. So'rasangiz Xudodan qo'rqaman deyveradi. Hayitlarda kelib hayit namozini o'qib qo'yadi. Borana go'yoda jumaga ham kelib qo'yadi.
lekin ichi yuradi, u fosiq bo'ladi. Yoki bir narkoman odam fosiq bo'ladi. Yoki fohishaboz fosiq bo'ladi. Otani haqqi shu yerda, ota shu bolaga haqli bo'lishlik haqqidan mahrum qilinadi. Chunki unday odamlar farzandlarni, balog'at yetmagan farzandlarni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullana olmaydi. Navbatdagi odamlar olib ketaveradi. Yoki ona shunaqa. Ona fosiqa, fohisha. Farzandlarini ta'lim tarbiyasi bilan mashg'ul bo'la olmaydi. U holatda ham ona haqli bo'lmaydi bolalarga. Shariat otaga hal qilib beradi farzandlarni. Yoki ikkovlardan biri dindan chiqib ketdi. Murtad bo'ldi bittasi. Kimisi haqli bo'lgan bo'lsa, o'shunisi murtad bo'ldi. Unda ham bolaga haqli bo'lishlik bu haqqidan mahrum bo'ladi. Yoki ona haqligida turmushga chiqib ketib qoldi. O'sha haqdan u ham mahrum bo'ladi. U haq boshqasiga o'tib ketadi. Ammo mana bu mazkur odamlar, fosiqlar haqli bo'lish kerak edi, mahrum bo'lishdi. Kofir bo'ldi, mahrum bo'ldi. Boshqaga turmushga chiqib ketdi, mahrum bo'ldi. Mana shular agar qaytadigan bo'lsa, fosiq tavba qilsa, kofir tavba qilsa, yana haqqi qaytadi ularga. Ayol kishi erga tegib ketgan edi, bolaga haqli bo'lishidan mahrum bo'ldi. Eri bilan ajrashib ketsa, uyi keladigan bo'lsa, yana haqli bo'lib qoladi. Xo'p. Biz shu yergacha farzandlarni balog'atga yetmaganlik haqida gapiryapmiz. Ya'ni balog'atga yetmagan farzandlar haqida gapiryapmiz. Hali balog'atga yetgandan keyingi masalalarni hali zikr qilganimiz yo'q. Endi mana bu yerda yana bir masalani zikr qilishibdi. Agar ota-onalardan biri safar qilmoqchi, farzandlar deylik onada, ota nafaqasini ta'minlayapti. Boshqa ro'zg'or ham qilgan, ammo farzandlarini xabar olyapti. Ikkovlardan biri safar qilmoqchi. Masalan, ayoli safar qilmoqchi. Endi ayolning boshi ochiq, xohlagan yeriga aka-uka mahramlari bilan ketaveradi. Erda umuman aloqasi yo'q. Lekin bitta aloqa tomoni farzandlar bor o'rtada, shu farzandlarini qarayotdi. Safar qilmoqchi. Uzoq safar qilmoqchi. 6 oy, 1 yil, 3 yil Rossiyada, Turkiyada bir yerda yurishib kelmoqchi, yashamoqchi, ishlamoqchi va hokazo. Farzandlar otada qoladi. Agar ota shu safar qilmoqchi bo'lsa, uzoq muddatga safar qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, farzandlar ota bilan ketishligi kerak. Chunki farzandlar tarbiya oladigan yoshga yetib qolgandan keyin uni ta'lim tarbiyasi, odob axloqi, maktab, madrasa, kasb, hunar faqat otani qo'lidan keladi. Ona otasi olib kelib bergan nafaqani kuydirib, pishirib berishdan boshqa narsa yaramar edi. Asosiy bolalarning kelajagi, bolalarning tashvishi haqida ota bosh qotiryapti. Agar 3 yil, 4 yilga bir yerga bir Arabistonga ketadimi, Turkiyaga ketadimi, bir yerga ketmoqchi bo'lsa, bolalarni ham olib ketsin, o'sha yerga borib bog'chaga beradi, maktabiga beradi, universitetiga beradi, hunar o'rgatadi. Agar safar yaqin bo'ladigan bo'lsa, masalan, shunday borib kelmoqchi xolos. Boradi, 2 kunda qaytib keladi. U holatda onada qolaveradi. Yoki safar yaqin bo'ladigan bo'lsa, ona masalan bir uzora yerga emas, deylik masalan O'shga, Qorasuvga, Qarindosh urug'nikiga 3-4 yil yashagani ketyapti. Ona bilan bo'laveradi farzandlar. Chunki ota xabar olib turishlikka imkoniyat bor. Ya'ni
Mana bu yerda ota ko'rib turar ekan farzandlarni, ya'ni uzoqlashishligiga shariatimiz yo'l qo'ymayapti. Onasi ham uzoqqa olib ketib qolmasin, otasidan mahrum qilib, ota ham uzoqqa olib ketib qolmasin, onasidan mahrum qilib. Wala tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi. Ya'ni ona ham, ota ham bolalarni deb alamlanmasliklari kerak. Zarar ko'rmasliklari kerak. Afsuski, bugungi kunda ba'zi shunday bir holatlarni eshitib qolamizki, oila buzilgan, ayoli farzandlarini olib otasini eshigiga ketgan. Bu yerda farzandlarni otasi farzandlardan xabar olmoqchi. Nafaqasini bermoqchi. Olib borsa, otaga ko'rsatmagan, balki farzandlarni ko'rgani borganda otaga ko'rsatmagan. Nafaqalarini bersa, pul bersa, kiyim-kechak, oziq-ovqat bersa, hali oziq-ovqatlarini bu yoqqa o'rgatib bu yoqqa o'rgatib bolalar yo'q, bolalar ayaqqa ketgan, bolalar bu yoqqa ketgan deydi. Bu agar kim shunday qilayotgan bo'lsa, albatta gunohkor bo'ladi. Unda hech qanday shak yo'q. Hech kimda haqqi yo'q. Bolalarni otadan mahrum qilishlikka va hech kimda haqqi yo'q onadan ham mahrum qilishlikka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim bolani onasidan ajratib yuboradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni eng yaqinlaridan ajratib tashlasin dedilar. Yoki kim otadan farzandlarini ajratib yubormoqchi bo'lsa, ko'rsatmasa, xabar oldirmasa, Payg'ambarimiz alayhissalom Alloh taolo uni ham yaqinlarini qiyomat kuni bir-biridan ajratib tashlasin dedilar. Mana bu bizi voqeligimizda yo'l qo'yilgan xatolardan bittasi. Biz buni eshitib bilganligimiz uchun aytyapmiz. Bizga shuni savol qilib kelgan, shunday bo'ladi domla. Endi nima qilishligimiz kerak deb kelganligi uchun mana hammaga umumiy bir nima qoldi. Hop. Mana endi farzandlar chiroyli bo'lib, o'zini yo'lida katta bo'lishdi. Kim haqli bo'lsa, o'shini qo'lida, qaramog'ida, o'shini xonadonida katta bo'lib, ulg'ayib, voyaga yetishdi. Bizning shariatimiz shu farzandlarni zoya qo'ymadi. Tug'ib tug'dirishdimi, endi nima qilsang qilishib ol, nima bo'lsa bo'lsin demadi. Mana bu aziz birodarlar, bizni shariatimizni mana bu yerda go'zal bir qirralardan biri ochilyapti. Kelajak islom avlodiga bizni shariatimiz juda katta e'tibor bergan. Endi voyaga yetgandan keyin farzand voyaga yetdi, aqlli, xushli, fahm farosatli bo'lib voyaga yetdi. Endi farzand o'g'il bola bo'lishligi mumkin yoki qiz bola bo'lishligi mumkin. Biz birinchi o'g'il bola haqida gapirib olamiz, keyin qizlarga o'tamiz. Agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa farzand voyaga yetgandan keyin otasi bilan bo'ladimi, onasi bilan bo'ladimi, ularga ixtiyor beriladi. Farzandliga ixtiyor beriladi. Bir ayol Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Hadisi sharif Abu Dovud, Tirmizi, Nasoiy ibn Mojja o'zlarining sunan kitoblarida zikr qiladi. Bir ayol Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Keldida haligi ayol aytdiki, "Ey Rasululloh, mana u kuyovim bolamni olmoqchi" dedi. Deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi bolaga qarasa, bola katta bo'lib qolibdi. O'zini o'zi eplaveradi. Hojatxonaga borib, ishtonini yechib o'tiraveradi. Oldiga ovqat qo'yib qo'ysa, to'kmay chachmay yeb oladi.
Faqat bu bolani ta'lim tarbiyasi, kasb hunar bilan shug'ullanishlik kerak xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi bolaga qarab turib aytdilarki: "Ya g'ulam, haza abuk va hazihi ummuk." Ey bola dedilar. Mana bu seni otang bo'ladi dedi. Mana bu seni onang bo'ladi dedi. Ikkovlaridan xohlaganingni qo'lidan ushlab ketaver dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi bolaga ixtiyor berdilar. Haligi bola onasini qo'lidan ushladi, onasi bilan ketdi. Mana bu hadisda ya'ni shu narsaga ishora borki, farzandlar o'zlari tanlaydi. Bola voyaga yetgandan keyin kim bilan yashashlik, kim bilan turishlikni farzandlar o'zlari ixtiyor qiladi. Farzandlar o'zlari ixtiyor qilishligi ham shu narsaga ishora bo'lyaptiki, ya'ni kimisi mehribonroqligini farzand o'zi topib olyapti. Demak, o'shinga hal qilinadi. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning chevar zot. Farzand o'ziga ixtiyor berishligi bilan kimisi farzandga yaxshi qaraganligini namoyon qilib qo'yyapti. Xo'p, demak farzand onasini yoki otasini tanladi. Shun bilan ketdi. Agar farzand otasini tanlaydigan bo'lsa, ya'ni o'g'il bola farzand haqida gapiryapmiz. Otasini tanlaydigan bo'lsa, otasini huzurida kechasi va kunduzi yuradi. Otasi bilan birga bo'ladi. Otasiga qarab erkak kishi bo'lib ulg'ayadi. Xotin kishilar bilan onasi bilan qilmaydi ekan. Demak, otasini yonboshida yurib, erkakcha gapirishni o'rganadi, erkakcha yurishni o'rganadi, erkakcha muomala qilishni o'rganadi va otasini yonboshida yurib kasb hunarni o'rganadi. Lekin la yamna'u min ziyorat ummihi. Ammo kecha va kunduz otasi bilan birga bo'ladi degani onasini ziyorat qilishlikdan ota to'sib qo'ya olmaydi. Haqqi yo'q bunga. Bunga farzand ham itoat qilmaydi. Chunki onangga bormaysan deyishligida silay rahm, qarindosh urug'chilikda aloqani uzishlik bor bu yerda. Bu katta gunoh kabiralardandir. Farzand itoat qilmaydi. Onasidan albatta xabar oladi. Agar onasini tanlaydigan bo'lsa, onasini huzurida faqat kechasi bo'ladi xolos. Kechasi onasini oldiga keladi. Ammo kunduzi otasi bilan birga bo'ladi. Otasi uni maktabini kutadi, ta'lim tarbiyasini kutadi, madrasasini kutadi, universitetini kutadi, bitta odam bo'lguncha kutadi ota. Shuning uchun kunduzi otasi bilan bo'lsin, agar onani tanlasa, kunduzi ota bilan bo'lsin, kechasi ona bilan bo'lsin deydi. Lekin farzand otani ham tanlashni bilmayapti, onani ham tanlashni bilmayapti. O'rtada hayron bo'lib tursa, unda shariatimiz aytadi, ya'ni ikkovi ham mehribonlikda, shafqatda, rahmdillikda farzandga bir xil ekan. O'shuning uchun farzand tanlolmayapti. Unda qur'a tashlanadi. Otasi chiqsa, otasi bilan ketadi, onasi chiqsa, onasi bilan ketadi. Ammo qizlar bo'ladigan bo'lsa, ular shu aqlli bo'lib qo'ygandan keyin otasi bilan birga bo'ladi. To kuyovga berib yuborgungacha, otasi kuyovga uzatgungacha otasinikida bo'ladi. Otasi bu qizni ta'lim tarbiyasi bilan qaraydi. Va ota onadan ko'ra layoqatliroq o'sha qizni nazorat qilishlikka. Onasini nazorat qilishlikka ahli yetmagan yillarga erkak kishini ahli yetadi. Erkak kishi o'zining farzandini hayolida, zehnida nima o'y fikrlar, nima maqsadlar, nima niyatlar hammasini nazorat qila oladi.
Shuning uchun voyaga yetib, agar o'qiydigan bo'lsa katta bir olima bo'lib ketadigan, adashadigan bo'lsa bir juda ham bir yomon odam bo'lib ketadigan holatga kelib qolganda ota nazorat qiladi. Ammo ota ojiz bo'lib shu qizni kutolmaydigan bo'lsa, ish ko'pligi sababli yoki boya aytganimizdek bir fosiq, shunday bir ishonchsizlik odam bo'ladigan bo'lsa, unda onani oldida qolaveradi. Mana bu aziz birodarlar, Alloh taolo bildirganicha ba'zi bir masalalarni bayon qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bilmagan narsalarimizni bildirsin. Bilmagan narsalarimiz, bu mavzuda hali aytmagan narsalarimiz juda ko'p. Bilganlarimizga amal qildirsin va darslarimizni davom etsin. Subhanakallohu va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk.